Hurmatli erkaklar, to'g'ri tushuninglar. Birinchi farzandim bor, ya'ni bir marta homilador qilib qo'yganman, bir marta homilador bo'lgan, men sog'lomman deyish bu juda ham noto'g'ri bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqlarimizdan kelgan navbatdagi savol bu ayol kishi tomonidan berilayotgan ekan. Bitta farzandim bor, 10 yosh, 5 yildan beri homilador bo'la olmayapman. Erim men sog'lomman, bo'lmasa birinchi farzandim bo'lmasdi deydi. Nima maslahat berasiz? Bu eng ko'p uchraydigan savollar. Ya'ni 10 yoshli farzandlari bor ekan, lekin 5 yildan beri homilador bo'la olmayapti. Endi 10 yil oldin homilador bo'lgan, 10 yil oldingi erkak bilan ayol organizmining holati 10 yildan keyingi holat bilan bir xil bo'lmaydi. Hurmatli erkaklar, to'g'ri tushuninglar. Birinchi farzandim bor, ya'ni bir marta homilador qilib qo'yganman, bir marta homilador bo'lgan, men sog'lomman deyish bu juda ham noto'g'ri bo'ladi. 10 yil oldingi organizmingizni holati bilan hozirgi holatni ko'rmasdan turib biz birinchidan maslahat bera olmaymiz. Ikkinchidan bu singlimizga maslahatimiz shundan iboratki, to'liq hech qanaqa birinchi farzand haqidagi fikrlarni unutib, ikkinchi farzandga plan qilish uchun to'liq tekshiruvlardan o'tishingiz kerak bo'ladi. 10 yil oldin sog'lom bo'lib, hozir sog'lom bo'lmasligi mumkin. Sizni xo'jayiningizda balkim qanaqadir patologiya ketayotgan bo'lishi mumkin yoki sizni o'zingizda qanaqadir bir seryoz patologiya bo'lishi mumkin. Uni 10 yil oldingi holatni hozirgi bilan baholash noto'g'ri.